Agar orqaga qaytish imkoniyati bo'lganda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Istiqbolda vaqt izlari ko'rsatuvi orqali gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Istiqbol telekanalida yangi loyiha Vaqt izlari. Bugun studiyamiz mehmoni yoshlarni doim qo'llab-quvvatlab kelayotgan va qolaversa boshqaruv tizimida yangi mutaxassislarni va qolaversa yetuk mutaxassislarni, kadrlarni yetkazib berayotgan inson, ustoz Ikrom Matkarimov. Xush ko'rdik sizni. Shod bo'ling. Kayfiyatlar qanday? Hozircha a'lo. Hozircha a'lo. Mana shu studiyaga kirib kelguningizcha nimalar o'tdi sizdan? Xayollaringizdan nimalar o'tdi, deylik? Odatda siz taklif qilgan payti biroz qo'rqib, hadiksirab kelaman, chunki boshqa ko'rsatuvlarda yoki boshqa chiqishlarda aniq bir jarayon, u siyosiy vaziyat bo'lishi mumkin, u bir tahlil talab qiladigan, ilm talab qiladigan vaziyat bo'lishi mumkin. Aynan sizni ko'rsatuvda nuqtai nazar tig'i subyektiv, ya'ni o'zimga qaratilganligi uchun nima bo'lar ekan bugun deb keldim. O'ylab keldingiz. Keldim. Albatta, bugun hayot haqida gaplashamiz siz bilan. Mana shu davrgacha, mana shu vaqtgacha yetib kelguningizga qadar qanday bosqichlarni o'tdingiz? Ya'ni vaqt izlari qanday izlar qoldirdi? Ya'ni vaqt izlari deyapmiz-u, qanday izlar qoldi sizda? Agar umrni, mani umrimni o'tish davrini tahlil qiladigan bo'lsak, ikki davrga bo'linadi. Men ikkinchi davrni yashayapman. Onam bilan birga bo'lgan davrim va onamsiz o'tgan davrim. Menimcha har qanday erkakni, har qanday yigit kishini, umuman har qanday insonni boshida bor deb tasalli beradigan payti, unga qazo vaziyatdan keyin sabr tilaydi-ku, ana shu sabr tilaydigan payti erkak kishini hech kimga ko'rsata olmaydiganki, iymanib bildirmaydigan va ichiga yashiradigan ko'z yoshi o'sha onasini o'tgandan keyin bo'lsa kerak. Agar meni umrimni siz bevosita tahlil qilib qaysi davrlarga desangiz, men ikkita davrga bo'laman. Onamsiz va onam bilan o'tgan davrim. Rahmat. Hayot sizni qachon sinagan? Ya'ni qattiq sinagan va siz bu vaziyatdan qanday chiqqansiz? Endi umr davomida insonda har xil vaziyat, har xil davr bo'ladi. Deylik, bu kundalik imtihon emas, kundalik fanlardan bo'ladigan yoki kundalik nazariy savollardan tuzilgan imtihon emas. Kimdirni do'st berib sinaydi, kimdirni boylik berib sinaydi, kimdirni oila berib sinaydi, kimdirni uni yonidagi ishonganini olib qo'yib sinaydi va har qanday sinovda yagona xulosam, hali ingliz tilida conclusion degan so'z bor-da, yagona xulosam shu bo'ladiki, yaxshi ham biz musulmon ekanmiz deb qo'yaman. Ya'ni sinovdan chiqishda eng muhim tirgak bu inson e'tiqodi, men o'ylashimcha. Rahmat. Bilasizmi, inson og'riqlar bilan yashaydi-da, ba'zida doim emas, chunki baribir kech tushadi va tong otadi. Shunday emasmi? Ana shunday qiyinchilik davringizda kim yoningizda bo'lishini xohlardingiz? Har doim bo'lgan, har doim yonimda bo'lgan, har doim tirgak bo'lgan do'stlar bor. Do'stlar omon bo'lsin deymiz-ku. O'sha mashhur serialning gapi bor. Nomimizni buyukligi do'stlarimizni buyukligidandir deydi. Epizodda ishtirok etadigan, ya'ni hayot ssenariyimni orqasida turib epizodik rol o'ynaydigan do'stlar bor. Va o'sha yonimda turgan insonlar har doim birovga gapirmaganman ular haqida, lekin ular men xohlamay, men borligini bilay yoki bilmay har doim yonimda. Siz uchun og'riq dushmanmi yoki o'qituvchi? O'zim o'qituvchi bo'lganligim uchun bu savol nisbatan boshqa savollaringizga nisbatan yengilroq bo'lishi mumkin, ammo og'riq bu o'qituvchi. Chunki tasavvur qilingda, mana siz
biror bir IT mutaxassisi emassiz, ammo siz kompyuter texnikasi sotadigan magazinga bordingiz va eng kuchli kompyuter oldingiz, ammo siz ishlatadigan dastur u kompyuterni talab qilmasa, ya'ni u kompyuter uchun arzimagan bo'lsa, bu unumli, maqsadli foydalana olmaysiz undan. To'g'ri. Deylik, kimlardir, qaysidir insonlarda bor yuksak g'oyalar, yuksak maqsadlar bor, ammo uni ishlatadigan texnikasi uni ko'tarmaydi. Ya'ni bizda odatda kompyuterda yoki telefonda, mana Android bo'lsin yo boshqa iOS bo'lsin, biz aytamiz-ku, qotib ishlayapti, mana texnikam deymiz-ku. Insonni agar unga o'rnatilgan dastur agarda u ko'tara oladigan darajada bo'lmasa, uni hayoti mayda algoritmlar bilan to'lib qoladi. Tashqaridan kulib, ichkaridan yig'lagan paytingiz bo'lganmi? Mana shu hozir 40 yosh bo'lsam, umr shunday narsa ekanki, Nilufar, bolalik 10 yoshgacha, yoshlik, o'smirlik, yetuklik, keksalik, qarilik. Mana bu davrlar, o'tgan davrda inson agar chin ma'noda insoniyligini his qilsa, agarda u haqni anglasa, bilsa, yashash nisbatan og'irroq. Chunki yuzaki qarolmaydi hech narsaga. Lekin biz ayni o'sha narsani bilganimiz bilan birgalikda yashayapmiz. Biz jamiyatni qanchalik o'zgartirishga harakat qilmaylik, jamiyat a'zolarini hammasi biz xohlaganday o'zgarmaydi. O'shaning uchun biz bilan muloqotda bo'ladigan va kundalik turmush sharoitida yashayotgan, bir davrda hayot kechirayotgan odamlarni fikru xayoli bilan bizni o'y xayolimiz to'qnashadi va biz chuqurroq o'ylaganimiz uchun bizdan sabr talab etiladi. Ularga chidash. Mana chidash deyapsiz. Darsda baribir bilamiz, yoshlarni ongiga, shuuriga bilim orqali kirib borasiz. Shaxsiy hayotingizda bo'layotgan voqeliklarni ana shu dars jarayonida birdan o'quvchilarga zaharni chiqarganmisiz? Xuddiki bir xil mavzular kelib qoladi. Mana biz tanlagan yo'l pedagogik yo'l bo'lganligi uchun, deylik, misol uchun Davlat boshqaruv akademiyasida rahbar kadrlarni, malaka oshirish markazida hatto nafaqadagi mahalla xodimlarini va shu bilan birgalikda kundalik hayotga yangilik kiritik deb ixtisoslashtirilgan maktablar tizimida aynan o'spirin yoshlar bilan ishlashni boshladim bu yildan. Va shunday mavzular borki, o'zingizni hayotingizni gapirib berasiz. 15 yashar bolaga yoki qizga 40 yashar inson sifatida, ya'ni o'rtadagi 25 yil o'tgan davrni xulosasini ularga gapirishga to'g'ri kelib qoladi. Va siz aytayotgan ayrim mavzular bor, hammani ham hayoti bir tekis kechmaydi-ku. Bir xil vaziyatlarda ayibsiz aybdor bo'lib qolgan davrlaringiz bo'ladi. Bir xil vaziyatlarda siz bilan muloqoti unutilgan insonlar bo'ladi. Ularga gapirayotgandek, ularga nimadir isbotlayotgandek bo'lgan fikrlarni auditoriyaga berishga to'g'ri kelib qoladi. Va o'zim ham hayron qolaman bir xil payti. Shu savol shu o'quvchini, shu yosh yigitni, qizni qalbiga bir sop qo'yilgandek, maxsus sop qo'yilgandek va men u savoldan shu paytgacha qochib keldim va u savol menga shu vaqtni o'zida berilyapti va shu javob bir xil payti ixtisoslashtirilgan maktablarning o'quvchilarini bilasiz o'zingiz, ular turli bosqichlardan o'tib tanlov asosida kiradigan o'quvchilar, u prezident maktablariga o'qiydigan o'quvchilar. Shuning uchun ularda nazariy bilim bilan birgalikda hayotda anglashga bo'lgan intilish kuchli va bizdagi yuzimizdagi niqobni yechib aniq gaplashishimiz kerak va aniq konkret javob berishimizga to'g'ri keladi. Va o'sha vaziyatda, hayotdagi to'qnash kelgan vaziyatda
nimanidir isbotlashim kerak bo'lgan xulosamni gapirib olaman o'quvchiga qarab turib. Va siz aytayotgan emotsiya holati pedagogda bo'ladi. Va bir xil payti mana deylik oila mavzusi bor. Ayniqsa 15-16 yashar o'spirin yoshlarga qo'yilgan oila baxt qo'rg'oni mavzusi bor. Aynan iqtisodiy hayotdan yiroq bir ma'naviy ruhiy olamni ochib berishga qaratiladi va oila a'zosi sifatida ona haqida gapiryapman-u, shu bo'g'zimga nimadir tiqiladi-da. Bo'g'zimga nimadir tiqiladi. Ona haqida gapirayotgan paytim va oiladagi burch mas'uliyatni gapiryapman-u, oiladagi aka singil o'rtasidagi munosabatlarni gapirishga to'g'ri kelib qolgan payt nimadir tiqiladi bo'ynimga. Nimadir tiqiladi va o'zimni haqiqatimni xuddiki men kimgadir nimanidir katta hayotda isbot qilayotgandek o'quvchilarga gapirib beraman va ular mendagi emotsional holat yuqadi va o'sha beg'uborda baribir bolalar ko'zida yosh aylanayotganini ko'rib tursangiz, demakki men gapirayotgan narsadan nimadir olyapti va darslar mazmunli o'tayotganiga o'zingiz ham his qilasiz. Ko'proq deylik, masalan, boshqaruv sohasidagi kadrlar bilan ishlaganda siyosiy jarayonlar bo'lganligi uchun ko'proq davlat boshqaruviga oid masalalar muhokama qilinadi. Ammo rahbar etikasi, rahbarning ma'naviy axloqiy imidji kabi masalalarni muhokamasi ketayotgan payti ularga aynan inson faqatgina jismdan iborat emas, insonda ruh bor, insonda ma'naviyat bor, insonda qalb bor. Bu narsalarni chetlab o'tib bo'lmaydi. Chunki inson ham moddiy, ham ma'naviy olamni mahsuli. Insonda mana shu ikkita olam inson ongida to'qnashadi va insonni jismi bilan birgalikda insonni ruhi go'zalligini albatta tarixan faktlar bilan tushuntirish mazmunli bo'ladi. Masalan, har qanday ulamoni, masalan, Fozil odamlar shahrini oling, Forobiyni. Mana aytadi-da, mana Forobiydan misol keltiraman. Abu Nasr Forobiy Fozil odamlar shahri asarida qarang, odil shoh bilan johil podshohning farqi nima deb savol berishadi. Va o'sha savolga Fozil odamlar shahrida javob beradi. O'z manfaatini, oddiy xalqni, jamiyatni manfaatidan ustun qo'ygan shohni johil deydi. Va aksincha, jamoa, jamiyat manfaatini o'zini manfaatidan ustun qo'ygan shohni fozil podshoh deydi. Va fozil shahar va johil shahar aholisiga ham bo'ladi. Demak, fozil odamlar shahar deb nomlanishini o'zi shu-da o'zi. Mana shu o'zini shaxsiy manfaatidan ko'ra jamiyatning manfaatini ustun deb biladigan insonlar boshqaradigan shaharni, davlatni u fozil shahar deb ataydi. Demakki, o'sha davrdan, birinchi Renessans davridan boshlab borki, insondagi ruhiy, aqliy, ma'naviy olam bilan insonni jismi, moddiy olami o'rtasidagi kurashni ma'lum bir ifodasi o'sha davrlardan boshlab Ulamolar kitobida bor. Sizni qiynayotgan og'riq o'tmishmi, bugunmi yoki kelajak? Chuqur o'yladingiz? Savollarni qanaqa tuzganingizni bilmadim-ku. Juda og'ir savol, o'ta shaxsiy savol, o'ta chuqur kiriladigan savol. Agar og'riq deganda bu ham bir nisbiy tushuncha, agar og'riq deganda men o'ylagan narsani yoki narsalarni nazarda tutib berayotgan bo'lsangiz, xotira azobi nisbatan og'irroq. Va bunga yechim, bunga dori kelajakdagi umid. Insonda shunday og'riqlari bor, uni unutish uchun juda ko'p vaqtni kutadi. Lekin shunaqa og'riqlari bor, uni kutmasdan beparvolarcha o'z ishida davom etadi. Sizda qanday? Og'riqda eng oson yechimlardan bittasi bu ko'pchilik uchun oila bo'lsa kerak. Nimaga? Chunki o'tmishni zarbasidan va xotirani azobidan qiynalayotgan jismni, qiynalayotgan yurakni hali hayotda
xato qilishga ulgurmagan va umidga to'la ko'zlarini yaltilatib kichkinagina farzandingizni bir bag'ringizga bosasiz, hamma azoblar esdan chiqadi. Hammasini unutasiz. Va anglaysizki, kichkinagina qo'lchasidagi bitta tirnog'ini uchiga arzimaydi hech narsa. Va Allohga shukrona etasiz o'sha payti shu ne'mat bilan siylaganiga. U qanchalik o'zi mukammal bir azobga, xotira zarbiga qarshi dori ekanligini bilmaydiki, uni hazilomuz etak-chechak qilib gapirishi-yu, uni mehr bilan sizga qarashi hamma azob uqubatlarini esdan chiqarib, u kelajakka ko'prik bo'ladi va umid bo'ladi. Farzand sinov deyishadi, ayniqsa o'g'il bolani sinov deyishadi. Siz nima deysiz? Nisbatan qo'shilaman. Nisbatan deganimning sababi, to'liq qo'shilaman demaganimning sababiki, sizni bu hayotdagi qilayotgan ishingizni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini imtihoni unda. Imtihoni unda. Shuning uchun bizning mentalitetimizda otangga rahmat, onangga rahmat deb aytiladi-ku. Agar qobil farzandni, iymon, e'tiqodli farzandni va solih farzandni tarbiyalab voyaga yetkazgan ota-onalar baxtliki, o'sha imtihonda yuqori natija ko'rsatgan bo'ladi. Va butun bir jamiyat e'tirof etadi shu farzand orqali uni ota-onasining mehnatini. Biz bugun ular uchun yig'ayotgan mulkimiz hajmi bilan emas, uni fitratiga qaysi dasturni biz o'rnatdik uni miyasiga. Ana shunga qarab uni ayblamaydi hech kim. Uni ayblamaydi. Chunki tarbiyadagi ma'lum bir nuqson kelajakdagi insonni xarakteridagi ma'lum bir ifodani beradi. Tarbiyadagi muayyan bir nuqson. Deylik, oilani noto'kisligi, to'liq oila bo'lmasligi mumkin. Deylik, farzandga berilayotgan luqma halol yoki haromligi. Deylik, farzand o'sayotgan muhit. Muhit degan payti har kuni farzandingiz eshikni ostona xatlab ko'chaga chiqqan payti qaysi qo'shnini, qaysi farzandiga, o'zini tengdoshiga duch kelyapti, nimadir oladi. Ko'proq nusxalashga usta bo'ladi-ku yosh bolalar. Nimadir oladi va o'sha narsa bilan u katta jamiyatga kirib boradi. O'shaning uchun farzandda asosan biz pok ushlashimiz kerak bo'lgan narsalar, uni luqmasi, u o'sayotgan ijtimoiy muhit. Biz toza, chiroyli, go'zal va pok narsalar bilan, pok luqmalar bilan farzand tarbiyalasak, o'ylaymanki, biz imtihonda osonroq o'tamiz. Shu paytgacha ikrom qilgan og'riqlardan xafamisiz yoki ularni kechirasizmi? Yoki xursand bo'lasizmi? Endi ulamolarning fikri borku, mazlumni duosi ijobat deydi. Chunki uni qasosini haqni o'zi oladi. Haqni o'zi oladi. Biz nima? Bo'l degan uchun yaralgan xilqatmiz. Jamiyat uchun, insoniyat uchun biz kichkinagina bir zarramiz. Agarda misol uchun men kimnidir nohaq dilini og'ritib yashagan bo'lsam, men uni javobini beraman. Men bilaman buni javobgarligi borligini. Agar bu nisbat menga nisbatan qilingan bo'lsa, bu ish menga nisbatan qilingan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri duch kelishni ham xohlamayman. Haqni o'zi hisob kitobini qiladi. Chunki yuqorida aytganimizdek, mazlumning duosi ijobat. Men bunga ishonaman. Demak, siz uni kechirasizmi? Xursand bo'lasizmi yoki undan xafamisiz? Ya'ni o'sha og'riqdan bo'lganmi o'zi? Ya'ni sizni bugunga kelib, bugun o'sha ikrom bo'lishingizda xizmat qilgan boyagi og'riq
shu og'riqdan siz xursandmisiz, xafamisiz yoki uni kechirasizmi? Xatolar insonni yuksaltiradi. Demak uni, Xatolar insonni yuksaltiradi. demak Va undan xursandsiz. shu taqdir berilganidan, shu xatolar berilganligidan bir xil payti shukrona aytaman. Nafaqat xursandman, balki shukrona aytaman. Chunki bular insonni inson sifatida, shaxsni shaxs sifatida yuksaltiradigan narsalar. Va bu vaziyatda ayni o'sha jarayonda real zamon va makonda xafa bo'lish, tushkunlikka tushish va hamma qatori insoniy azob, uqubat deb qabul qilingan bo'lishi mumkin o'sha nuqtani o'zida. Ammo davr o'tgandan keyin bilingki, nimadir qaysidir tarafni yopib olasiz. Qaysidir tarafni, kuchsiz tarafni yopib olasiz. Xuddi jamoada o'ng qanotdan hujum uyushtirildi-yu, o'ng tomondan zarba bilan gol bo'ldi. Murabbiy nima qiladi? Murabbiy hayotning ikkinchi taymida kuchli himoyachilarni tashlaydi o'ng tomonga. O'sha tomonda xato bo'ldi chunki. Tafakkur qiling deyshadi. Tafakkurni siz qanday tushunasiz? Tafakkur ma'lum vaziyatga, real vaziyatga aniq diqqat bilan qarash degani. Aniq diqqat bilan qarash degan payti isbotlangan, tajribadan o'tgan, ikkilamchi bo'lmagan va obyektiv bo'lgan, mavjud bo'lgan narsalar bilan birga u joyga borish degan. Ya'ni aql bilan his qilish degan. Bir xil payti yuragi betlamay turadi. O'sha narsani men desammi, demasammi? Aytsammi, aytmasammi? Aralashsammi, aralashmasammi? deb turadi. O'sha payti tafakkur qilib ko'rsangiz agarda o'zingiz ichingizda kichkinagina isyon bo'lib o'tadi. Fikratingizda isyon bo'lib o'tadi. Isyonki aqlingiz qilma deydi, ammo fe'l-atvoringiz, ruhingiz tap tortma deydi. Ayt deydi. Odatda o'sha tap tortma, ayt degan ruhiyatni jilovlay olmaslik oqibatida ko'p burni qoniydi insonni. Jim bo'lib qolgan paytingizda qanchalik darajada qiynalayotgan bo'lasiz? Mana jim qoldingiz. Javob qilmadingiz. Bu vaziyatda o'zimdan ham qo'rqaman. Chunki bir xil payti meni jimligim ortida juda ham bir kuchli o'ylangan loyihalar chiqib qoladi. Kuchli o'ylangan. Va bu loyihalarni agar mabodoki amalga oshib qolsa, ancha nima deydi, isyonlarning natijasi sababchisi bo'lib qolishi mumkin. Demak, jim turish siz uchun xavfliroq. Xavfliroq. Mana ba'zida inson sukut qiladi-ku. Siz ham sukut qilib turasizmi? Ko'p. Chunki tinglashni bilmagan olim emas, tinglashni bilmagan inson emas. Shuning uchun bizga bitta og'iz, ikkita quloq berilgan-ku. Ko'proq eshitdik. Ko'proq eshitish uchun. Qaysi paytlarda sukut qilasiz? Aynan. Odatda sukutimni sababi oldindan tayyorgarlik ko'rmasdan, oldindan men tayyor emasman u vaziyatga, u savolga, u sinovga yoki u jarayonga. O'sha paytda nisbatan kuchliroq va nisbatan jozibaliroq fikr bildirish uchun ozroq nima deydi, joy-joyga qo'yib olish uchun, tahlil uchun jim bo'laman. Odatda o'qituvchini gapirtirish nima deydi, oson, ko'p gapiradi o'qituvchi, lekin jim fikr yuritsa, jim tafakkur qilsa, o'sha fikr sayqallanadi, miyada sayqallanadi va uni eshitayotgan auditoriyaga, eshitayotgan subyektga chiroyliroq, mukammalroq qilib yetkazish imkoniyati bo'ladi.
e'tibor berdingiz, menimcha juda ko'p odam e'tibor beryapti va menimcha bundan charchashgan ham. Ya'ni demoqchimanki, ijtimoiy tarmoqlarda ham, ko'cha-kuyda ham baqiroq ovozlar ko'p qulog'imizga chalinadi. Ya'ni baqir-chaqirlar. Nima deb o'ylaysiz? Bu oxirgi kunlarda, oxirgi vaqtlarda bu baqiriqlar nimani chaqiryapti? Nimani uyg'otmoqchi? Odatda eshitadigan odam qolmagandan keyin odam o'zini ovozini nisbatan balandroq ko'taradi. Eshitmasa uni kimdir. Bolalarda bo'ladi-ku, mana shovqin bo'lib turgan payti qattiqroq gapirishga, ulardan ham nisbatan haligi detsibalni balandroq tembrda, balandroq tonda qilishga harakat qilamiz. Ammo bu to'g'ri fikrmi, noto'g'ri fikrmi? Subyektiv fikrim shundan iboratki, aslida agar to'g'ri bo'lsa, aslida ishonch bo'lsa u fikrga, u past ovozda bo'lsa ham kimlardir eshitadi. Ko'p sinovdan o'tkazganman buni. Bir xil payti mana nisbatan yosh bo'lgan o'quvchilar bilan ishlagan payti kirsangiz, ularni emotsiyasi, ularni his-hayajoni, ularni qalbida jo'sh urib, tug'yon urib turadi. Ularda energiya ko'p va o'sha jarayonda nisbatan bir tekis gapiradigan bo'lsak, diksiyani, tembrni, diapazonni to'g'ri o'shab, bir tekis gapiradigan bo'lsak, ular eshitish uchun harakat qiladi. To'xta, eshitilmayapti deb yaqinroq kelishni boshlaydi. Eshitilmayapti deb yonidagini jim bo'lishga yoki ovozini pasaytirishga urinadi. O'z-o'zini tartibga soladi. Jamiyatda o'zi. O'z-o'zini tartibga soladi. O'z-o'zini tartibga solish bu ko'p nima deydi, bir isbot talab qilinmaydi. Deylik, misol uchun biz katta bir joyga borib jimitishni, insonlarni tartibli o'tirishni harakat qilamiz. Deylik, misol uchun jomelar bor. E'tibor berganmiz, juma namozida gapirmanglar deb o'tirgan odam bormi? Yo'q. To'g'ri. Har bir mu'min, jamoatga chiqayotgan har bir mu'min o'zini o'zi isloh qiladi. O'zini o'zi. Boshqalarga qaraydida, safga qaraydi. Amr ma'ruf bo'layotgan bo'lsa, imomga e'tiborini qaratadi. Va har bir odam o'zini o'zi tartibga solganligi uchun u jamoat jimjit. 4000-5000 odam yig'iladi mana markaziy masjidlarimizga. Ko'rganmisiz? Biror bir odam biror kunga baqirib savol berayotganini yo g'o'ldirab gapirayotgan yo'q. Yo'q, muhit shunday. Muhit shunday. Chiqdingiz misol uchun bir supermarketga yoki bir kattaroq bir odam gavjum bo'ladigan joyga bordingiz. Birovni eshitmaydi. U yerda odam o'zini isloh qilmaydi. Boshqa birovni pasayishini xohlash uchun bu baqiradi. U ham xuddi shunday subyekt-ku. Buni pasaytirish uchun u baqiradi. Demak, fikringizdan shuni anglayapman. O'sha ijtimoiy tarmoqqa ham, boshqa joylarga ham tartib yetishmayapti. Shundaymi? Biz hozir o'tish davrimiz shunday. Media makon shunday jarayonki, hozir birdaniga hamma darvoza, hamma eshik lang ochiq. Va eshituvchi saralashga ham ikkilanib qoldi. Va shunday eshituvchini sifat darajasi, ya'ni auditoriyani sifat darajasi qanchalik quyi bo'lsa, u yerdagi hukmron fikrlar ham shunchalik sayoz bo'ladi. Demak, agar buni vaqtga qoldiradigan bo'lsak, demak bu yerda ham bitta chiziq tortiladi. Ya'ni o'sha davrda shunaqa edi degan paytimizda aynan mana shu davrni, ya'ni shovqinsuronli davrni eslaymiz. Bilasizmi, mana hozir nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatida ekspert qilib chaqirishadi-da mana. Mana shu nodavlat notijorat tashkilotlarning faoliyatini ko'rib bilasizmi, nimani tahlil qilaman? Oddiy filmlarni, 20-asr boshidagi filmlarni yoki kimnidir hayot haqidagi hujjatli biror bir video materialni ko'radigan bo'lsangiz, siz u yerdagi kino qahramonini ko'rish bilan birgalikda o'sha davrga baho berasiz. O'sha davrga. Aynan. Mana shu kelajak haqidagi fikrlar qanday bo'lishini bugungi ishlatib turgan media makondagi fikrlarga qarab aytish mumkin bemalol. Deylik, mana G'ofur G'ulom Shumbol asari bor.
Shu bolani kinosi ham bor, mashhur. Shu boladagi kichkina 10 yashar, 12 yashar bolani hayoti bilan birgalikda u o'sayotgan muhit, u yashayotgan joy, u yashayotgan mahalliy aholidagi tabaqalashuv, o'sha davrdagi boylarni himmati, o'sha davrdagi ayollarni iffati, o'sha davrdagi ishchi dehqonni kundalik sharoiti, hammasi bizga tirik tarix u. Tirik tarix. Kiyinish madaniyatidan tortib 20-asr boshidagi kiyinish madaniyatidan tortib 20-asr boshidagi xonadonni nima ovqat yeyishigacha bizga tarixni aytadi u. Va men qo'rqadigan narsa nima? Bugungi media makondagi aylanayotgan reelsni, aylanayotgan qisqa videoni, qo'yilayotgan istoriyani, like yig'ayotgan postni darajasi ertaga baho beradi. Ertaga 20 yildan keyin, 30 yildan keyin, 50 yildan keyin 21-asrning birinchi choragida O'zbekistonni, Xorazmni, mahalliy aholini o'ylov darajasi shunday bo'lgan. O'ylov darajasi shunday bo'lgan. Deylik, misol uchun, yoshlar tili bilan aytganda, yoshlar tili bilan aytganda bizni qiziquvimiz nima hozir? 500 ta odam chaqirib to'y berishmi? Yoki oynasini qoraytirib, chiroyli avtomashinani minib, qoidani buzib haydashmi? Yoki ayollarning ro'molimi? Erkaklarning soqolimi? Biz muhokama qilayotgan kundalik mavzularimiz falon artistni, falon odamga turmushga chiqqan oilaviy hayotimi? Bundan ko'ra qiziqarliroq masalalar bor-ku. Yaqinda mana ijtimoiy tarmoqda ko'rib qoldim. Bitta turk blogeri kelib savol berdi. Yoshi katta 50 dan oshgan odamga shom namozi necha rakatdan iborat deyapti. Savol beryapti kundalik hayotda-da. Shu odam e'tiroznoma fikr bildirdi. Bitta reels misolida aytyapman. Shu shom namozini 3 rakat farz, 2 rakat sunnat ekanligini bilsam men bo'ldi, bilag'onmanmi deydi. Undan ko'ra dolzarb masala bor-ku bizda. Undan ko'ra murakkab, aholini qiynab turgan masalalar ko'p-ku bizda. Men odatda misol uchun mana davlat televideniyalarini ham tanqid qilgan paytim, davlat mediasini ham tanqid qilgan paytim ular oqlaydi. Biz moddiy mablag'ni davlat berayotgandan keyin ularning xohishiga qarab tayyorlaymiz media mahsulotni deydi. Ammo media mahsulot faqatgina pul yoki mablag' berayotgan tomonning xohishi bilan bo'lishi bilan birga o'rtada turgan ijodkor kimga beryapti, kimni oldiga olib kiryapti? Auditoriyaga. Ha. Chunki dashnomni kim eshitadi? Deylik, oldingizga biror bir restoranga kirdingiz, rasvo taom olib kelgan ofitsiantni siz birinchi bo'lib so'kasiz. Uni tayyorlagan oshpaz ikkinchi darajali. Restoranning egasi 3-darajali. Demak, mijozni birinchi munosabati kimga? O'sha taomni olib kelgan ofitsiantga. Media makonda ham xuddi shunday. Birinchi e'tiroz kimga bo'ladi? U tayyorlayotgan ko'rsatuvda ishtirok etayotgan, uni tayyorlayotgan o'sha jurnalistga, o'sha boshlovchiga bo'ladi. Chunki u to'qnash kelyapti xalq bilan. Va o'sha jarayonda mahalliy aholini, jamiyatni qiynab turgan masalalardan ozginasini bildirsangiz, bilasizmi, qancha mashhur bo'lib ketasiz? Auditoriyaga berilayotgan, ya'ni ommaga berilayotgan har bitta mahsulotni albatta natijasi bo'ladi deysiz. Va siz berayotgan mahsulot uni tarbiyalashi ham mumkin, uni chegaradan chiqarishi ham mumkin. Albatta. Bu haqiqat. Va eng muhimi javobgarlik bugunning o'zida berilmaydi, javobgarlik. Javobgarlik tarixning oldida beriladi. Tarix beradi xulosani. Tarix degan payti 5 yil, 10 yil emas. O'tgan sari shu davrdagi ishlagan ishiga javobgarlik u turibdi, media makonda turibdi. Uni o'chirib bo'lmaydi. Bugun bilasizmi, juda ko'p o'sha reelslar deymizmi, o'sha boyagi yomon narsa juda ham tez tarqaladi-yu, tez tarqaladi. Ana shu jarayonlardan ham bugun ko'ryapmiz, juda ko'pchilik charchagan. Ya'ni uzoqlashgisi bor. Tinchlik kerak. Tinchlik kerak. Charchadi. Odamlar charchadi haqiqatdan ham. Bu shovqin-surondan, bu vaziyatlardan. Demak, nima qilsa bo'ladi?
qanday tinchlanamiz? Bilasizmi, davlat boshqaruvini o'qiganligim uchun va xorijda aynan shu davlat boshqaruvi yo'nalishida men tahsil olganligim uchun ko'proq boshqaruvdan qidiraman men aybni. Ko'pchilik qo'rqadi bunday fikr bildirishga. Ko'pchilik qo'rqadi. Nimaga? Chunki bizada bir yoqlama xulosa borki, boshqaruvni muqobil variantini taklif qilish bu boshqaruvga qarshi turish deb qabul qilinadi bizada. Yo'q, bu bunday emas. Bu pluralizm, ya'ni fikr xilma-xilligi bu. Deylik, misol uchun, mana shu jarayonda bitta oddiy odatiy ish bo'lsa, uni Nilufar Jabborova boshqacha bajaradi. Ikrom Matkarim boshqacha bajaradi. Ikkalasini ikki xil usuli bor. To'g'ri. Deylik, amalda o'sha payti men o'sha joyni egasi bo'lsam, sizni ishingizni men o'zimga qarshi deb qabul qilsam, bu xato. Bu xato. Shu jarayon uchun savolingizga javobni aytamanki, boshqaruvdan qidiraman. Ya'ni jamiyatni media makondagi bo'layotgan jarayonlar orqali diydasini qattiqlashtirib qo'yisham, jamiyatni bugungi kundagi vijdon erkinligi, e'tiqod munosabatlariga bo'lgan jarayonlarga uning aloqasini ham, ilmga bo'lgan aloqasini ham bemalol muvofiqlashtirish va uni o'lchov mexanizmlarini qo'yish mumkin. Deylik, misol uchun diniy fon baland bo'lgan hududlar bor. Diniy fon baland bo'lgan. Ya'ni bizada odatda radikal qarashlar paydo bo'lishni boshlaydi. Erkinlik beradigan bo'lsa, darrov nima deydi, 4 ta xotingacha mumkin, biz 4 ta uylanishim kerak ekan yoki men falonga xayriya qilishim mumkin, falon narsaga ham haqqim bor ekan, shariatda unday ekan deb o'sha ulamolarni fikrini yoki shariatni ilmini tutmasdan oldin birinchi darajali bajariladigan ishlar bor-da o'zi. Birinchi darajali bajariladigan ishlar. Bu farz amallar deyiladi. O'sha oldin birinchi darajada bajariladigan farz amallarni bajarib qo'yginda, keyin tahajjudga o'tgin deydi. Ulamolar aytadi. Bizda birinchi darajali bajariladigan ishlar 4-ni bajargisi keladi, eng oxirgisini bajargisi keladi. Bu nafs bilan bog'liq. Tayyor. Bu nafs bilan bog'liq. Nafs bilan bog'liqligiki, inson yovvoyilikdan madaniylikka evolyutsiya qilgan. Inson dastlab ibtidoiy tuzumdan boshlab yovvoyilik madaniyati, ibtidoiy madaniyatdan u ratsional fikrlashga, aqlli fikrlashga o'tgan mavjudot. Bizada mana shu o'tish jarayonida agar oldinga harakat qilmasa, u ibtidoiy davrga qaytib qoladi. Qaytgandan keyin jinslararo munosabatda, u jazavaga tushishda, jamoatchilik joyida o'zini tutishda namoyon qiladi fe'l-atvorni. Va mana tajriba o'tkazishgan-ku. Amerika olimlari bir seminar auditoriyada 50 ta talabani qo'yib, adekvat fikrlaydigan odamlarni qo'yib, oldiga oq qog'oz bilan ruchka qo'yadi. Va xoli qoldirishadi. Qani nima ish qilasizlar? Ko'pchilik o'zini imzosini qo'yadi. Ko'pchilik imzosini qo'yadi. Yana vaqt berishadi. Turli shakllarni chizadi. Chizg'ilab tashlaydi. Kamdan kam odam qalam turib, qog'oz turgan payti go'zallikni chizadi rasman. Kamdan kam odam. Estetik didi bor, madaniyati bor odamni shundan ham ajratib olish mumkin. Fikrati go'zal bo'lmasa, uni qalbi go'zal bo'lmasa, boyagi chizg'ilangan qog'ozlarni yig'ishtirib olamiz seminardan keyin. Shuning uchun yovvoyilikdan madaniylikka deganimning sababi shu. Inson qachon yovvoyilikdan madaniylikka o'tadi? Sizning savolingiz bilan bir xil. Nima qilsa bo'ladi? Biz mana oxirgi paytda siyosiy boshqaruv keng yo'l ochib beryapti. Najot ilmda, najot ta'limda deb. Bilyapti, chunki biza ilmni rivojlantirmaguncha, aniq tabiiy, aniq fanlarni rivojlantirmaguncha, insonlarni, bugungi ayniqsa o'sib kelayotgan yoshlarni ongini bugungi kun
tabiiy muhiti, tabiiy bilimlari bilan boyitmasak va zamonga mos dunyoviy ilmlar bilan boyitmasak, foydasi yo'q. Hammasi bilimga borib taqaladi. Xuddi shunday, xuddi shunday. Bilim uchun imkoniyat nima bo'ladi? Qanday qilamiz buni desangiz agarda, mana nima uchun 20-asr boshidagi jadidlar davrida yetishib chiqdi? O millat oydinlari yetishib chiqdi. Chunki erkinlik berildi. Erkinlik berildi. Bilim, ilm erkinlikni yaxshi ko'radi. Va ilm ustiga qafas tashlanmasa, bu keng quloch yoyadi. Shuning uchun Husayn Bayqaro taxtga o'tirgan payti eng yaqin do'sti Navoiy nima deydi? Do'stim, boshingizdagi tojingiz sizni miyangizni fikrlashiga to'siq bo'lmasin. Toj to'siq bo'lmasin deydi. O'shaning uchun millat oydinlarini yetishtirish uchun birinchi navbatda sof ilmni, erkin bilimni qo'ya bilish kerak. Va sof ilm va erkin bilim kimda bor? Uni ajratish kerak. Odatda millatni ilmli qilish uchun butun bir millatni fidoilari safarbar etiladi bir tarafga qarab. Mana Xoniklar davrini olamizmi? Temuriylar davrini olamizmi? Xorazm shohlar davrini olamizmi? Baytul Hikmat Ma'mun akademiyasi mana shu diyorda bo'lgan u. 1000 yildan oshdi. Aynan Xorazm diyorida bo'lgan u. U Hindistondan, Erondan olimlar jamlangan Baytul Hikmatda, bilimlar uyida. Nimaga kelgan? Chunki ham moddiy, ham siyosiy, ham ma'naviy resurslar ilmga yo'nalgan. Boy bo'lish degani faqat jismni yoki moddiy ne'matni yig'ish degani emas. Hatto olgan nafasimizga egalik qila olmaymiz, qaytarib chiqaramiz bu dunyoda. Qur'oni Karimda Takassur surasi bor. Takassur surasida hali nima haqidaki, bu dunyoda dengiz qaytgan payti qumdan hamma bolachalar narsa yig'adi, ha? Qumni yig'adi. Kimdir katta qala yasaydi, kimdir kichkinagina uycha yasaydi, kimdir yana bitta kichkina maket yasaydi, model yasaydi. Ammo shom namoziga azon aytilgan payti hamma bolachalarni onasi chaqiradi. Uyga ketdi. Dengiz toshadida suv qaytadi yana. Qurilgan katta binolar u boshqa narsalar qani? Yo'q. Inson ham hayotga kelgandan keyin meniki deyishga uch mavjudotmizda. Meniki bo'lsin shu deymiz. Ammo olgan nafasimiz o'zimizniki emas. Aytishadiki, misol uchun mana hozir biz orzu qiladigan uyni, orzu qiladigan bir yashayman deb qurayotgan binomizni 100 yildan keyin kim yashashini siz ham men ham bilmaymiz-ku u uyning ichida. O'shaning uchun Renessans davrida e'tibor berish kerak bo'lgan narsa shuki, millatni boylari ham, millatni ilm ahli ham haqiqiy bilimni, haqiqiy ilmni rivojlantirish uchun erkinlik yaratadigan muhit berish kerak. Va har doim aytadi, men xursand bo'laman, bir xil payt mana jamiyalarda aytib qolishadi. Haqiqiy boy bo'lsangiz, boring, kontraktini to'lab bering, to'lov shartnomasini to'lab bering bitta talabani deydi. Shu bilan maqtaning deydi. Chiroyli qoraytirilgan mashina bilan svetoforni qizil chirog'ida o'tib boshqalardan zo'r ko'rinib bo'lmaydi. Nimadir o'rgatib, kimnidir hayotda o'rnini topish uchun sababchi bo'lsa, shunda u o'rin topadi, haqiqiy nimaga erishadi? Baxtga erishadi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu ulamolarimiz, ya'ni yetishib chiqqan, bizga shu o'chmas izlarini qoldirgan ulamolarimizdan kelajakda ko'ra olamizmi? Shunaqa ulamolarimiz yana Xorazmdan chiqarmikan? Optimist odamlar samolyotni, pessimistlar parashyutni ixtiro qilishgan. Optimist odamlar insonni yuqoriga uchishini xohlashgan. Pessimist odamlar uchgandan keyin mabodo samolyot buzilib qolsa, tushib ketsa nima bo'ladi deb yomon tarafini o'ylashgan. Haqiqatdan. Optimist bo'lib javob beradigan bo'lsam, inshaalloh bunga hamma resurs yetarli. Nimaga? Nimagaki tabiiy muhit Amudaryoning eng quyi qismida joylashganmiz va Xorazm, Qoraqalpoq
hududini, yerini unumdorligi ham mana shu Amudaryo oqizib keladi. Yerni boy madanlarini, boy resurslarini bu joyga eng foydali suvni olib keladi. Va bizni yoshlarimiz, bizni odamlarimiz mana shu suvdan ichishadi. Shuning uchun bizda xorazmiylar chiqqanda o'zi tabiiy muhit shuni yaratib bergan bizda. Va demak, tabiiy muhitda sharoit bor. Umid qilsak bo'ladi. Ikkinchidan, biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlardan ilmga erkinlik, boy ma'naviy va moddiy boy resurslarni mana shu ulamo mutafakkirlarni yetishib chiqishiga bir tarafga yo'naltirishimiz, kuchlarni hamma bir tarafga tashlash kerak. Hamma shu yo'lda xizmat qilishi kerak. Deylik, oddiy hozir shu auditoriyada kamerani ortida turgan yigit men nima qilishim mumkin jamiyat uchun deydi. Ana shu kamerani mukammal tasvirga olayotgani jamiyat uchun nimadir qilayotgan aslida. Microsoft kompaniyasiga bitta xodim keladi. Bitta xodim keladida polni artayotgan ayoldan so'raydi. Siz nima qilyapsiz? U pol artayapman demaydi. U pol artayapman demaydi. U mana shu bugungi kun globallashuv jarayonida kompyuter texnikasini yaratayotgan joyda ishlayapti u. U farrosh bo'lib ishlayotgan bo'lsa ham, NASAda ishlayotgan odam bo'lsa agarda, men raketa uchiryapman deydi. U o'sha kuni pol artyapti. Qo'lida shvabra bor uni. Nima qilyapsiz desa, men raketa uchiryapman deydi. Qarang, raketani uchishi uchun o'sha polni tozaligi muhim. O'sha polni tozaligi muhim. Mana bu tafakkur mana. Hammaning maqsadi, deylik misol uchun, mana shu ko'rsatuvni manfaatli, mazmunli bo'lishi faqatgina sizni savolingiz va meni javobimga bog'liq emas. Shu atrofda, shu auditoriyadagi kichkina detalni bajarayotgan insonga ham bog'liqda. Hamma o'zini vazifasini sidqidildan mukammal qilib bajarib qo'ysa, shunda u maqsadga erishadi. Hali katta bir jang bitta otni taqasidagi mixni deb mag'lubiyatga uchralganda tarixdagi nazar soladigan bo'lsak. Qo'mondon erta bilan turadi, lashkarboshi. Otning ustiga minadigan payt qarasa ot oqsayapti. Qarasa taqada bitta mix yo'q. Bitta mix yo'q ekan, shu bilan amallayman deb otga minadi-da ketadi. U lashkarboshining oti. Birinchi yuradigan ot. Jang boshlanadigan payti lashkarboshining oti boyagi mix sabab yiqiladi. Ortda turgan lashkarboshi yiqilgani uchun qolgan otlar orqaga qarab qochadi. Ko'ryapsizmi? Nima aybdor? Bir dona mix aybdor jangni berishda. Xuddi shunaqa jarayon. Mutafakkirlar chiqadimi desangiz agarda, hamma bir yoqdan bosh chiqarsa, hammaning maqsadi shu bo'lishi kerak. Hammaning maqsadi shu bo'lishi kerak. Kichkinadan tortib kattagacha. Ham siyosiy, ham iqtisodiy, ham ma'naviy, ham ma'rifiy resurslarni hammasini bir joyga tashlasak, shundagina bo'lishi mumkin. To'g'ri, meni gapim murakkablik qiladi. Oddiy bozorda bugungi kuni uchun pul ishlamasam uyimda qozon qaynamaydi degan odam uchun u aybdor emas. U aybdor emas. Chunki 2018-2019-yillarda Janubiy Koreyada men tahsil oldim. O'qishga bordim u yerga. O'sha payt bilasizmi, bitta professor odamga savol berishdi. Hurmat qilgan tomonim, ular o'zbek talabalari, tinglovchilari bilan muloqotga kirishdan oldin hurmat qilganim, har bitta talabani, tinglovchini individual o'rganadi. Men Xorazmdanman desam, u yerda Xiva bor deydi. Qadimiy deydi. Ingliz tilida muloqot qilishadi. Men xursand bo'laman, chunki Xivani eshitdim u yerda. 6,5 soat samolyotda uchib borib Janubiy Koreya. Tasavvur qiling. 32 yosh, 33 yosh yigitman.
Xivani eshitdim, uyni sog'inganman va unga nisbatan meni ko'nglimda simpatiya paydo bo'ldi. Va bu ehtiros unga ishonishni boshladim va u har bitta talaba bilan shunday muloqot qilyapti. Va oxirida savol berdim. Siz endi boshqaruv bo'yicha mashg'ulot bo'lyapti va savolim shunday iborat bo'ldiki, siz nafaqat bizani, balki O'zbekistonni ham yaxshi o'rgangansiz. Chunki uni misollarida O'zbekistonni ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tomonlariga taqqoslayapti Janubiy Koreya bilan. Va savol berdim. Savolim mazmuni: O'zbekistonni yaxshi bilasiz, yaxshi bilar ekansiz, o'rgangan ekansiz. Aytingchi, bunday sharoit uchun biz qancha yil kutishimiz kerak? Sizning savolingizga o'xshash. Mutafakkirlar yetishib chiqadimi degan savolingizga o'xshash. Shunda u nima dedi, bilasizmi? Agar boshlasangizlar dedi. Agar boshlasangizlar 40 yilda dedi. Chunki uy qurmoqchi bo'lsangiz, bir hafta muddat ichida siz o'zingiz xohishingizdagi dang'illama hovlini qura olmaysiz-da. Mana degan kuchli ustani olib kelsangiz hamda ozroq kutilishi kerak bo'lgan jarayonlar ham bor. Ana shu kutilishi kerak bo'lgan jarayonlar bizni vaqtimizni oladi, mutafakkir yetishib chiqartirish uchun. Biz boshladikmi o'zi? Shu maqsadimiz bor, chiqishini xohlaymiz mutafakkirlarni. Jamiyatga, tabiatga, jarayonga, xalqqa, insonlarga nafi tegadigan ilmni yaratadigan bolalar chiqishini, olimlar chiqishini xohlaymiz. Biz boshladikmi o'zi? Biz boshladikmi? Bizdagi ta'lim tizimi shuni maqsad qilib qo'yganmi o'zi? Bizni siyosatimiz shunga yo'nalganmi o'zi? Shundan manfaatdormi o'zi? Ha, manfaatdorligi bor. Chunki boshqa davlatlar bilan raqobatda ular orqali o'rin egallashimiz mumkin. Ammo 1-2 nafar bo'lishi mumkin. Biz odatda iste'dodni chiqqandan keyin anglaymiz. Xuddi olmos qidirayotgan odamga o'xshab. Shuncha toshlar bor, uzoqdan bitta yaltiragandan keyin boramiz u yerga. Olmosning yoniga va uni olib bitta dunyoning go'zalini qo'liga uzuk qilib taqib qo'yamiz keyin. U yotuvdi dengiz tagida loyiga chaplanib. Uni topish uchun, uni olmosni ochish uchun, uni yaltiroqligidan bahramand bo'lish uchun bo'lgan jarayon bor, bosqich. Izlanish bor. Chunki kadrlarda ham seleksiya degan narsa bor-da. Bizada kuchingizni, bilimingizni namoyon etsangizgina e'tiborga tushasiz va sizga rag'bat bo'ladi. Namoyon etsangizgina. Ammo kuchingizni, bilimingizni rivojlantirish uchun seleksiya, o'sha joyga borib siz kuchli bo'lishingiz uchun yo'nalmagan bizda maqsad. Mana baribir shu yoshlarning orasida siz ularni bilim olishida, ta'lim olishida ayni katta hissangiz bor. Bormi ana shunday yoshlarimiz orasida? Ya'ni siz o'qitayotgan yoshlarni, bilim berayotgan yoshlar orasida bormi shunaqa ilmga chanqoq? Juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Chunki bilasizmi, hamma ota-ona o'zini farzandini ma'lum bir iste'dodi bor deb o'ylaydi. Hamma ota-ona shunday. Meni farzandim iste'dodli deb o'ylaydi va bir tomonini aytadi kuchli deb. Pedagoglar uchun qanday? Masalan, auditoriyaga kirdik, 1-2 bola aktivroq, lekin u nutq tomondan aktiv. Ikkinchi bola tizimli fikrlashdan aktiv, faol. Uchinchi bola tanqidiy fikrlashdan faol. To'rtinchi bola emotsional holat bilan faol. Har bitta shaxsni, har bitta o'quvchini, har bitta subyektni o'ziga yarasha iste'dodi bor. Alloh uni shunday yaratgan. Mana shu iste'dodlarni jamlanmasini ilg'ay oladigan subyekt auditoriyada o'qituvchi. Va ozgina rag'bat, ozgina e'tibor bersa agarda, u o'quvchi mukammal kadr bo'lib yetishadi. Ta'lim jarayonida mana o'rta umumiy ta'limdan chiqdi, oliy ta'limga keldi. Oliy ta'lim jarayonida unga to'siqlar qo'yamiz oldiga. To'siqlar qo'yamiz. Deylik, misol uchun to'siqlar nima? Adolatsizliklar bor ayrim vaziyatda. Ana shu adolatsizlik
uni nuqtai nazarini boshqa joylarga qarashga majbur qiladi, erkinlik istaydi. Bugun xursand bo'lishni ham, xafa bo'lishni ham bilmay qolasiz bir xil payti. Yoshlarimiz orasida bizni avlodga o'xshagan til devori, til baryeri kam. Chunki ingliz tilida erkin muloqot qiladi. Dunyodagi xohlagan bitta davlatni o'zi tengi fuqarosi bilan erkin muloqot qilib, erkin aloqaga chiqa oladi. Ijtimoiy tarmoqlardan bo'lsin, internet orqali bo'lsin, aloqaga chiqadi va uni manba izlash ehtimoli, kuchi, energiyasi nisbatan ko'proq. Va bu erkinlik unga ham bilim berish bilan birga o'zimizni mahalliy va hududiy darajadagi ma'lum bir siyosiy ijtimoiy vaziyatdan norozilik va boshqa joydagi yengillik uni fikrini buzib qo'yadi. Fikrini buzish deb aytyapman. Men tomondan qaraganda, o'quvchi tomondan qaraganda u haqiqat u tomonda. Meni rag'batim uchun, meni ijtimoiy himoyam uchun menga nisbatan adolat bo'ldimi? Men adolatni boshqa joydan qidiraman. O'shaning uchun bizda hozir chiroyli gapiradigan, IELTSdan 7,5 bali bor odamni ham biz ma'naviy tomondan, qadriyat tomondan, ochiq tomonni to'ldirmasak, tarbiyalaganimiz bilan bu yoshlarni ushlab qolib bo'lmaydi. To'g'ri. Ushlab qolib bo'lmaydi. Nimaga Yaponiya rivojlandi Ikkinchi jahon urushidan keyin? Mag'lub davlat qanday rivojlandi? E'tibor bering. Ular Ikkinchi jahon urushidan keyin koreyslar, yaponlar, yapon mo'jizasi degan iborani eshitgansiz. Bular nima qiladi? Bular Ikkinchi jahon urushidan keyin Fukuyama g'oyasi bor ularda. Vatanparvarlik. Har narsadan vatan ustun. Har narsadan vatan ustun. Ikkinchi jahon urushidan keyin bular davlatni samarali boshqaruvi uchun kadr kerak. Kadr bo'lmasa bo'lmaydi, mutaxassis kerak. O'zini ta'lim tizimi bunga javob bermaydi. Bu davlat miqyosida bular bolalarni chetga hamma ayollar tilla taqinchoqlarni olib kelib beradi. To'laymiz shuni pulini, borib Germaniyada, Amerikada, rivojlangan davlatlarda o'qisin bular va o'qib ishonch bor. Qaytib kelib bular ko'taradi yapon davlatini deydi. Bular ko'taradi. Ayrim vaziyatda, misol uchun mana shogirdlarimiz ichida ham bor. Bugun chet elda o'qiyotganlari bor. Ilk debochalari bugun chetda. Fikrini eshitib bir xil payti xursand bo'laman, bir xil payti xafa bo'laman. O'zim tengdoshlarim, o'zimizni avrada ham. Nimaga? Chunki iloji bo'lsa ochiq gapirib nima qilaman sizga? Misol uchun yolg'ondan xoli bizning suhbatimiz samimiy bo'lyapti. Qolsam deydi. Qolsam ekan. Orzularim ro'yobini men shu yerda ko'raman deydi. Qachon bu hudud rivojlanadi unda? Ko'ring. Sizni mutafakkir chiqadimi yoki chiqishga umid qilsak bo'ladimi degan savolingizga men umumiy javob beryapmanki, mana shu aspektlarni biz, mana shu kamchiliklarni biz bartaraf etsak, inshaalloh bunga tabiiy ham, ilmiy ham salohiyatimiz bor. Va siyosatni biz birinchi navbatda to'g'ri yo'naltirib, hammamiz bir tomonga qarab, ta'limni, ilmni halol insonlar bilan, pok insonlar bilan biz davom ettirsak, natijasi ham shunday bo'ladi. Ikrom aka, katta rahmat. Albatta bugungi suhbat jarayonimiz jonli tarzda bo'ldi. Haqiqatdan ham mavzudan biroz chekkaga chiqdik, ammo lekin foydali bo'ldi. Menimcha teletomoshabinlarga ham foydali bo'ldi degan umiddamiz. Albatta siz bilan yana ko'rishamiz. Azizlar, yangi loyihamiz davom etadi va keyingi sonlarda siz bilan juda ko'p mavzular haqida suhbatlashamiz va mutaxassislarning ham fikrini o'rganamiz. Demak, yana Istiqbolda siz bilan ko'rishamiz. Rahmat. Omon bo'ling. Agar orqaga qaytish imkoniyati bo'lganda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Istiqbolda vaqt izlari ko'rsatuvi orqali gaplashamiz.